Aprel bu tabiatning she'rga aylangan lahzasidir va tabiatning betakror tabassumidir. Lojuvard ufq shafaqlari hali g'ubor inmagan yashilliklar aro jilvalanib boradi. Ibtido va intiho, boshlanish va xotima, ishonch va umid degan azaliy tushunchalar, tuyg'ular ichra inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro mushtaraklik namoyon bo'ladi. Ana shunday kunlarning birida o'zbek xalqining ardoqli farzandi, millionlab qalblar to'g'ridan joy olib kelayotgan nodir iste'dod sohibi Muhammad Yusufning tavallud kuni nishonlanadiki, bu har yili aprel oyi so'ngidagi ezgu bir an'anaga aylanib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun shoirning o'zi oramizda yo'q, ammo Muhammad Yusuf degan samimiy va xalqona bir she'riyat qoldi. Shoir tavalludining 72 yilligi munosabati bilan yurtimizning turli hududlarida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar uning ijodiga bo'lgan yuksak ehtirom va muhabbatning yorqin ifodasidir. Jumladan Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi va 24-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilari hamkorligida tashkil etilgan Muhammad Yusuf el ardoqlagan shoir nomli tadbir ham ana shunday ma'naviy bayramlardan biri bo'ldi. Qishloqda kuylasang jo'shib kuylaysan, tunlarni, tonglarni kuylarga ular. Shahardan otilib chiqishing qiyin, shahar sahnalari yulduzga to'la. Muhammad Yusufning she'rlarini sevmagan, sevib o'qimagan bironta kitobxon bo'lmasa kerak. Muhammad Yusuf haqiqatan samimiyat, sadoqat kuychisi, vatanparvar, o'z xalqini chin dildan sevgan, har bitta she'rining satrlari qalbidan otilib chiqqan otash nafas shoir deb bilaman. Muhammad Yusufning she'rlarini o'qigan insonda albatta qalbida bir haqiqiy vatanni his etish, o'zining baxtligini his etish, muhabbat, unda sevgi, sadoqat ruhlari hech qachon mujassam bo'lmasdan qolmasa kerak. Har bir she'rlarni o'qiganimda men o'zim ustoz sifatida ko'zimga yosh keladi. Chunki haqiqiy samimiy yozilgan, chin dildan yozilgan. Haqiqatdan u samimiyat kuychisi. Biz Muhammad Yusuf bilan o'quvchilarim bilan bir necha yillar oldin uchrashganimizda undagi mana shu ta'rifning hammasi mujassam ekanligini guvohi bo'ldik. Haqiqiy sodda, haqiqiy xalqchil shoir, haqiqiy otash nafas, barcha tilaklari, she'rlardagi har bir satrlari yuragidan otilib chiqqan haqiqiy samimiy fikrlar ekanligining guvohi bo'lganmiz. Qishloqning bahori eng go'zal bahor. Shaharga ortiqcha intilma bola, shaharda varraklar erkin uchmaydi, shaharning osmoni simlarga to'la. Bu misrani yozgan Muhammad Yusuf bobomiz bu yil 72 yoshni qarshilagan bo'lar edilar. Lekin hozir Muhammad Yusuf bobomiz yonimizda yo'q. Lekin Muhammad Yusuf degan she'riyat bor. Men bu tadbirdan juda ham yaxshi taassurot oldim. Bu taassurot menga juda ham yaxshi ta'sir qildi. Ushbu ma'rifiy kechada 14-sonli jazoni ijro etish koloniyasi ofitser xodimlarining ham faol ishtiroki tadbirni mazmunan boyitdi deyish mumkin. Bunday uchrashuvlar inson qalbida ezgulik, vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi albatta. O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 72 yilligi munosabati bilan ushbu tadbirda chekka hududda joylashgan 24-sonli maktabning o'quvchi yoshlar, kitobxon yoshlari shahar maktablaridan qolishmagan holda chiqishlar qilishdi. Meni fikrimcha Muhammad Yusuf yillar o'tgan sari unut bo'lmaydigan shoir. Aksincha, yillar o'tsa ham xalqimizning qalbiga chuqur kirib boradigan otash nafas shoirdir. Ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimni alishmasman beda poyangga. Ushbu misralarning muallifi Muhammad Yusuf bobomizning she'rlarini biz o'quvchilar juda ham tez yod olamiz. Chunki Muhammad Yusuf bobomizning she'rlari ravshan va roman yozilgan. Men bu tadbirdan juda ham katta taassurot oldim va bu olgan taassurotim meni qalbimdan juda ham chuqur o'rin oldi.
darvoqe. Parijning eng go'zal restoranlarini bitta tandiringga alishmasman men deya vatan madhini billurdek tiniq samimiyat bilan tarannum eta olgan shoir ijodi yosh ijodkorlar, o'quvchilar tilida mudom yangrab kelmoqda. Haqiqiy shoirning tug'ilishi ham aslida bahorning tug'ilishi kabi ko'klam osmonidagi chaqinlarning dunyoga kelishi misol bir ilohiy, bir samoviy hodisadirkim, bu holatning siri sinoati bilan mazmun mohiyati yaratganning o'zigagina ma'lumdir. Zero inju she'riyati bilan dunyoga yana bir she'riyat bahorini olib kira olgan Muhammad Yusuf ham ana shunday haqiqiy shoirlarning biri edi.